Noqulay savollarga qanday javob berish kerak? Noqulay savollarga ham boshqa barcha savollar kabi javob bergan ma'qul. Agar javobni aniq bilsangiz, darhol javob bering. Agar ikkilanayotgan yoki bilmasangiz, zamonaviy bolalar kitoblaridan, internetdan yoki ovozli yordamchidan biriga javob izlashni taklif qilishingiz mumkin. Agar bolalarning savoli sizni dovdiratib qo'ysa, javob tayyorlash uchun biroz vaqt kerakligini tushuntiring. Agar bolalarning ba'zi savollari sizni noqulay his etsa yoki hijolat qilsa yoki noqulay tuyulsa, o'sha paytda siz nega osmon moviy? Bola uchun hech qanday farq yo'q. Savol ayniqsa kattalar uchun noqulay. Agar siz savollarga javob berishdan, hazil qilishdan yoki ularni boshqa kattalarga topshirishdan qochsangiz, farzandingiz siz bilan jinsiy tarbiya mavzularini muhokama qilishni to'xtatadi. Eng yaxshi holatda u tengdoshlaridan ma'lumot oladi. Eng yomoni siz uni boshqa narsalar qatori uning xavfsizligi bilan bog'liq muhim savollar bilan yolg'iz qoldirasiz. Agar uning jinsiy baxtsizligiga tajovuz qiladigan biror narsa yuz bersa, u qo'rqib sizga aytmasligi mumkin. Shuning uchun bolalar uchun mo'ljallangan intim ma'lumotlar kitoblarini oldindan tayyorlab qo'ying va turli mavzularda suhbat yoki hatto bir necha marta suhbatlashishni rejalashtiring. Ota-onalardan boshqa hech kim bolaga bu qimmatli ma'lumotni bera olmaydi. Agar siz bu haqda gapirmasangiz, buni siz o'rniga boshqa odamlar qiladi. Va ular nima va qanday qilib aytishini hech kim bilmaydi. Ko'pincha kattalar bolalarning jinsiy savodsizligidan foydalanib, ularni yaqinlikka undashadi.